Loyihamizni yutuqli joyi bor. To'lanini yaxshi yedi degan bir ikkita gaplar u o'g'lini sindirib qo'yishi mumkin qalbini. Shunaqa qiynalganman, hozir ham esimda. Hozir ham esimda o'sha qiynalganligim, o'sha yotganimiz, sovuqda, nonsiz qolib ketgan kunlarimiz. Assalomu alaykum azizlar. Maktab o'quvchisi bo'lishga qaramasdan oyiga million topib, ham o'zi ham oilasiga yordam berayotgan yoki ilmi, hunari orqali tengdoshlariga o'rnak bo'layotgan yoshlarni qo'llab-quvvatlaydigan maktabdagi millioner loyihamizga xush kelibsiz. Va bizning bugungi yosh qahramonimiz Hayitmurodov Sherzod. Xush kelibsiz. Men Hayitmurodov Sherzod, Qashqadaryo viloyatida tug'ilganman. Hozirda Yunusobod dehqon bozorida obedgacha savdo qilaman. Obeddan keyin maktabga boraman. Necha sinfda o'qiysiz? 8-sinfda. Qaysi maktab? Qibray tumani 25-maktab. Ham maktab, ham o'qish, ham ish sizga og'irlik qilmaydimi? Yo'q. Hammasini o'z vaqtida og'irlik qilmaydi. Oilangiz haqida gapirib bering. Oilamda 3 kishimiz. Men, dadam va oyim. Biz 2021-yilda Toshkentga ko'chib kelganmiz va hozirda Yunusobod tumanida ijarada turamiz. Siz qachondan boshlab oilangizga yordam beryapsiz? May oyidan boshlab oilamga yordam berishni boshladim. Sizga bu ish og'irlik qilmadimi? Boshlash qanday bo'ldi? Boshlashda sal qiynaldim. Sal tushunmovchiliklar, muammolar yuzaga keldi. Vaqt o'tgandan keyin o'sha muammolarni bartaraf etib savdoni ichiga kirib bordim. Bu savdo bilan shug'ullanishda oilangizda kimdir bormi yoki yangi boshladinglar? Onam bilan birga savdo qilaman ko'pincha. Onam yordam beradi ko'proq savdoga. Nima sotasiz? Ko'proq sabzavot, kartoshka, piyoz, lavlagi, sabzi. O'zbek oilasida agar bitta farzand bo'lsa, ayniqsa o'g'il bola bo'lsa, ko'proq erkalatib yuborishadi, bilasiz. Siz oilangizda munosabat qanday sizga? Yo'q. Yo'q, meni erkalatishadi, lekin me'yorda erkalatishadi. Onam aytadilar, hozirgi senga gapirayotgan, senga berayotgan tarbiya emas, ertangi kelajaging uchun foyda bor. Shuning uchun vaqtida erkalatishadi. Vaqtida esa tanbeh berishadi. Sizga tanbeh berishganda xafa bo'lasizmi? Yo'q. Xafa bo'lmayman. Hozir 14 yoshdasiz. 14 yoshda. O'zingizni xo'p, uzoqqa bormaylik. 10 yoshli Sherzod bilan mana shu 14 yoshingizda bozorga chiqqansiz, to'g'rimi? 14 yoshli Sherzodni nima farqi bor? 10 yoshli Sherzod bilan 14 yoshli Sherzodning farqi oldinlari o'zimga ishonchim past, o'zimni past baholaydigan, hammadan ortda, ilmsiz deb baholaganman. Hozirda esa o'qib, o'rganib o'zimni baland darajaga qo'yaman. Baland darajaga qo'yasiz. Qay darajada baland o'siz? Oldingidan ko'ra yaxshiroq. O'zingizga nisbatan baland daraja, to'g'rimi? Qolganlarga nisbatanchi? Qolganlar sinfingizda eng bilimli bolaman deb ayta olasizmi? Yo'q. Hamma teng o'rtada. Hech kim bilimsiz emas, hech bilimli emas. Hamma teng. Hammani bilimi teng. Nega bu yaqqol ko'rinib turadigan bola yo'qmi sinfingizda? Bilimli qolganlarga nisbatan bir o'zini sohasida yoki fanida yaxshi biladigan. Shunaqa bolalar ham bormi? Bor. Siz hozir savdo bilan shug'ullanyapsiz, to'g'rimi? Kelajakda maqsadingiz qanday? Shu savdo yo'nalishida ketish, o'qishni tashlab qo'ygansiz. Yo'q, o'qish tashlamaganman. O'zim soham bo'yicha o'qiyman. Kelajakda tadbirkor bo'lmoqchiman. Tadbirkor bo'lmoqchisiz. Shunda bor e'tiboringizni savdoga qaratganmisiz yoki qo'shimcha repetitorlarga ham borib turasizmi? Qo'shimcha repetitorlarga ham boraman. Qaysi fanlardan borasiz? Kompyuter sohasidan va ingliz tilidan. Kompyuter va ingliz tili. Kompyuter ingliz tilini bu savdoga qay darajada aloqasi bor deb o'ylaysiz? Hozir tushuntirib bersam, kompyuter sohasini o'rganganimdan keyin uni ichida savdo sotiq ham qilsam bo'ladi. O'zimni internetda biznesim, savdo sotiqni mablag'i orqali o'zim biznesimni internetda ochsam bo'ladi. Siz yo'nalishingizga keladigan bo'lsak, o'sha sabzavot sotadigan bo'lsangiz,
Sabzavot sotishda yoki umuman savdo qilishda internetni o'rni qanchalik muhim hozir? Internet hozir savdo-sotiqda qanchalik muhim. Chunki ko'p insonlar hozirda internetdan narsalar sotib olishadi. Sabzavotmi, mevami, hammasi internetdan sotib olinadi. Shunda siz ham internet orqali sotasiz? Yo'q. Bozorning o'zida sotaman. Nima to'sqinlik qilyapsiz internet orqali sotishga? Reklama qilsangiz mahsulotlaringizni, yoki hali u bosqichga kelmadingizmi o'rganishga? Ha, hali u maqsadga kelganimiz yo'q, hali boshlang'ich. Niyatingiz bormi? Niyatim bor o'zimni. Hop, shu bozor sohasiga qaytamiz. Bozorda siz qiladigan yoki o'zingiz guvohi bo'lgan qaysi holatni yoqtirmaysiz? Ya'ni shu bozorda o'zingiz duch kelgan yoki o'sha holatga tushib ko'rgan qaysi vaziyatni yoqtirmaysiz? Menga yoqmaydigan bozorda eng xunuk vaziyat bu savdogarlarni bir-biridan urushib qolishi. Savdogarlarni joy masalasida bir-birini joyini talashib, urushib qolishi bu juda xunuk holat deb o'ylayman. Nimaga urushib qoladi? Ularni joyi aniq bo'lsa, shu joyda sen savdo qilasan, bu joyda men savdo qilaman desa, nega urushib qoladi? Mani joyimda ham shunaqa bo'lgan. Endi men 1-2 kun chiqmaganman. Mazam bo'lmasam bir kun bozorga chiqmaganimda ba'zi insonlar joyimga surganda, men joyim kichkinalashib qolgan, ancha kichkinalashgan. O'shanda usul orqasidan janjal kelib chiqqan. O'sha narsani yomon ko'raman, janjallashishni joyi deb. Lekin o'zi boshida kelishilgan, to'g'rimi? Mana shuncha joy meniki, mana shuncha joy seniki deb kelishib olishadi. Tushunarli. Sizda hayotingizda shunaqa bir voqea bo'lganmi? Bir qiyin vaziyatingizda sizni o'sha yerdan olib chiqib ketgan, yordam bergan do'stingiz bo'lganmi? Bo'lgan. Ismini ayta olasizmi? Murod ismli do'stim yordam bergan qiyin vaziyatda. Maktabda darsxonani tasavvur qiling, dars paytida o'g'il bolami, qiz bolami, o'sha o'quvchilari qaysi qiladigan ishi sizga yoqmaydi? Men sinfda eng xunuk ko'rgan ishlarimdan biri bu, masalan, ustoz kirdimi yoki boshqacharoq ko'ngli boshqaroq ustoz kirdimi, o'shani oldida o'g'il bolalar ko'pincha so'kinib yuborishi, yomon haqoratli gap ishlatishi, menimcha bu xunuk ish deb o'ylayman juda. O'g'il bolani ota yoki onasidan eshitishi mumkin bo'lgan eng og'ir gapi sizningcha? O'g'il bolaga ota-ona tanbeh bersa, u og'ir botmaydi unchalik. Lekin ayniqsa onasi yoki otasi tarafdan sen odam bo'lmaysan yoki sen shunaqasan, sen unaqa bo'lmaganda yaxshi edi, sen to'laganda yaxshi edi degan bir ikkita gaplar u bolani sindirib qo'yishi mumkin qalbini. Shunaqa gap eshitganmisiz? Yo'q, unaqa gap eshitmaganman ota-onamdan. Shunaqa gap eshitgan biror bir o'rtog'ingizmi, tanishingiz bo'lganmi? Aytib beradi, bo'lgan. Tanishim eshitganman dedi. Endi ota-onadan shunaqa gapni eshitishga bolani o'zi ham sababchi bo'lishi mumkinmi? Bolani sababchi bo'lishi mumkin. Qanday sababchi bo'lishi? Masalan, ota-onasini jahldan chiqarishi, ota-onasiga hurmatsizlik qilishi bu ota-onaning jahlini chiqaradi. Или ota-ona unga nisbatan yomon so'zlar ishlatib qo'yishi mumkin. Lekin ota-ona yomon so'z ishlatsa, bu besabab bo'lmaydi. Xo'p. Shu yoshingizgacha, mana shu yoshingizgacha o'zingiz fikringizdan kelib chiqqan holatda anglagan hayotni achchiq haqiqati. She'r sifatida aytib berish mumkin. She'r sifatida tushunchangizni aytib bermoqchisiz. Dunyoni maqtama menga azizim. Ishonib bo'lmaydi soxta afsunga. Agar u zarracha bo'lsa sharafli, yig'lab tug'ilmaslik kirar kanimga. Dunyoni pokiza atama yolg'on. Har oni kechajak xavf-u xatarda. Agar u zarracha bo'lsa poktovon, bizni yuvishmasdi undan ketardi. Qo'y. O'sha birinchi marta o'qiganingizda mazmunini chaqib olganmisiz? Yo'q. Birinchi marta. Hozircha. Hozirda chaqdim mazmun. Nima ekan? Dunyo uchun yuguramiz shuncha. Dunyo deb, mol dunyo deb yuguramiz, lekin hammasi yolg'on. Hammasi yolg'on. Baribir qolib ketadi u. Siz nega unaqa bozorga chiqyapsiz hozir? Ota-onamga yordam berish uchun. Или hayotda ertaga bironta sinov kelib qolsa, qiynalib qolmaslik uchun. Ota-onangiz nima uchun savdo qilyapti unaqada? Mol dunyo uchun bo'lmasa. Ota-onam meni boqish uchun, meni yaxshi qilib, hech kimdan kam qilib o'stirish uchun. Sizni yoshingizdagi o'g'il bolalar qiladigan eng katta 3 ta xatolar.
va o'sha xatolardan qaysilarini siz ham qilib hozirda yenga oldingiz? Hozirda o'g'il bolalar qiladigan eng katta xato bu vaqtimni zoya ketkazish. Masalan, ertalabdan obedgacha maktabga bordi. Obeddan keyin vaqtini zoya ketkazadi. Video o'yin o'ynaydi. Ko'chaga chiqib o'rtoqlar futbol o'ynaydi. To'g'ri, bu yaxshi, lekin hammasi mehnatdan keyin. Mehnat o'zini vaqtidan keyin, o'zi vaqti bor hammasini. Chiqadi, video o'yin o'ynaydi. Chiqadi, futbol o'ynaydi. Yomon odatlar, zararli odatlar. Shu narsalar menimcha katta xato deb Ular zararli odat deb bilasizmi? Ha, O'zingiz qanchalik vaqt ajratasiz o'sha o'yinlarga? o'zim mehnatdan keyin, masalan, ishdan keyin, o'qishdan keyin va hamma narsani tugatib, o'zim dam olish uchun dam berish o'zimga shu narsalardan foydalanaman. Qanchalik bo'lsa, har kunimi yoki haftada birmi? Hozir Haftada buni siz 3 zararli marta. odat deb atadingiz-da. Zararli odat bo'lsa, uni qanaqa qilib siz har kuni qilishingiz mumkin? Har kun emas, haftada почти 2 marta yoki 3 marta qilishim mumkin. Zararli odat. Ko'chada O'zi yoqtirasizmi futbol o'ynashni, video o'yinlar o'ynashni? futbol o'ynashni to'g'risi yoqtirmayman. Yoqtirmaysiz. Ko'proq video o'yin yoqtiraman. Yoshlik paytingiz ishongan, to'g'ri deb bilgan, bolalik deylik, hozir yoshsiz. Bolalik paytingiz haqiqat deb bilgan, lekin shu yoshga kelib uni yolg'onligini bilgan achchiq haqiqatingiz. Ya'ni ishonib kelgansiz o'sha narsaga, yaqinda o'sha narsa yolg'onligini bildingiz, shu yoshga kirib. Nima u? Yoshligimda o'ylaganman endi. Shu Toshkent kelmasimizdan oldin unchalik ishlamasam, pul topmasimdan oldin o'ylaganman. Ishlash, pul topish, masalan, o'zini o'zi parvarish qilish, o'ziga o'zi vaqt ajratish, bir joyda o'qib, hamma narsaga vaqt topib, hamma narsa oson deb bilgan narsam yolg'on ekan. Hamma narsa oson deb bilgan narsam yolg'on ekan. U paytlari nega sizga oson bo'lib ko'ringan deb o'ylaysiz? Chunki u paytda oson deb o'ylagan narsam ishlamasdim. Bir, ishlamaganman hech qayerda. Ikkinchisi, mani vaqtim bor edi. Yosh edim, 3 yoki 4 sinf edim. Yoshligimda 5-sinf vaqtlar ko'p edi. Masalan, xohlagancha chiqib futbol o'ynab, xohlagancha chiqib masalan, bironta o'rtoqlarim bilan o'ynab, biron joyga aylanib yurib o'ylaganman, kelajakda ham menga oson bo'ladi. Masalan, o'zim pul topishim oson bo'ladi deb o'ylasam, xato ekan. O'zining qiyinchiligi bor ekan. Hozirda eng qo'rqadigan narsangiz? Hozirda eng qo'rqadigan narsam bu ota-onamni yo'qotib qo'yish. Ota-onamni yo'qotish, oilamni yo'qotish. Nega bunaqa javob beryapsiz? Chunki bironta qimmatbaho narsangizni yo'qotdingizmi, topiladi. Ishlab bemalol olsangiz bo'ladi. Bironta ish joyingizni yo'qotdingizmi, u ham topiladi. Ishga kirasiz, oliy ma'lumotisiz. Bironta o'ziga kerak narsani yo'qotdingizmi, topiladi. Narsa u. Lekin ota-onangizni, oilangizni yo'qotdingizmi, topilmaydi. Onangizni sizga aytgan eng ta'sirli so'zlari? Onamni ko'zimga yoshlantirgan gaplari, menga shunchalik ishonadilarki, menga o'zidan da ko'proq ishonadi. Aytadiki, sen kelajakda shunday inson bo'lasan deydi. Men seni televizorda yoki biron studiyada ko'rganimda, mana mening o'g'lim deb aytadigan darajada yaxshi bo'lasan. O'sha gaplari meni ko'zimni yoshlantirgan. Menga shunchalik ishonadilarki, o'zidan da ko'proq ishonadi. Onangiz. Onangizni juda ham xursand qilgan paytingiz bo'lganmi yoshingizgacha? Ha. Onamni xursand qilgan paytlarim bo'lgan. Onamni xursand qilgan paytlarim tug'ilgan kunlarida onamga sovg'a berganman. O'shanda onam kutmagan edi bu sovg'ani. Hamda o'zi xohlagan narsa edi. Anchadan beri u og'iz kelib yurgan, anchadan beri xohlayotgan narsalar edi. O'shani sotib olib onamga sovg'aganda onam juda xursand bo'lib, O'zingizni yoningizdan sotib olib bergansiz, to'g'rimi? Dadangizni qaysi gaplari sizga har doim motivatsiya berib turadi? Dadamni bir gaplari bor. Bu gapni eshitganimda o'zim dadamga bo'lgan mehrim yanada jo'shib, shunchalik menga mehribonliklarini bilganman.
Dadam aytadiki, kelajakda deydi. Dadamning ham ishonchi menga baland. Kelajakda deydi, yaxshi tadbirkor bo'lganingda, katta kompaniyalarning egasi bo'lganingda deydi, qishloqdan menga so'raysa, Akmal aka, shuncha qayerdan shuncha mol dunyo, shuncha narsalar qayerdan, shuncha joylarni egasiz qayerdan desa, meni bir bankim bor. Xudo sindirmasa banda sindira olmaydi uni deb aytaman, o'sha bank sensan deganda. Men ishongan bankim sensan degan. O'sha gaplar menga Qarindoshlaringiz yaxshi ko'rasiz. qarindoshlarim yaxshi ko'raman. Ota-onangizdan keyin sizga eng yaqin bo'lgan qarindoshingiz? Ota-onamdan keyin menga eng yaqin bo'lgan qarindoshim bu onam tarafdan ham, dadam tarafdan ham bor. Onam tarafdan menga eng yaqin qarindoshim bu xolam, onamning singlisi va onamning opasi. Ikkalasi ham xolangiz. Ha, ikkalasi ham xolam. Chunki Toshkentga ko'chib kelganimizda bu yerda kvartiramiz bo'lmagan. Oyim xolamnikida ikki xona uylarda noloj turganlar. Kvartira topolmay, lekin men qishloqda bo'lganman. Uyimizda yashay olmaganman. Chunki dadam ham Toshkentda bo'lgan. Uyimizda Turonga bitta o'zim 4-sinf bo'lganman. Xolamni uyida ikki oycha yashaganman. O'sha oyimni opalarining uyida 2 oycha yashaganman. Ulardan ham qarzdorman. Shuning uchun o'ylayman, shular menga ko'proq mehribon. Mana Toshkentga keldik deyapsiz, to'g'rimi? Ota-onangizga og'irligini qaysi vaziyatda bilgansiz? Ota-onangizga qo'shilib siz ham shu vaziyatni yukini ko'targansiz. Shunaqa holat boshingizdan o'tganmi? Ota-onamga og'irlik tushganini qaysi vaqtda bilganim sababi qaysidir vaqt dadam mazasi bo'lmay qoldi. Dadam uyda bo'lib qoldi. Ishxonasiga javob berishdi. Mayli, davolanib oling deb. Keyin dadam mazasi bo'lmay qoldi. Og'ir bo'lgan sababi dadam oldin baquvvat inson, hozir ham baquvvat. Hozircha ishda charchab keladi. Masalan, oila bilan suhbatlashib, ana qo'yib desam, charchaganman deydi. Masalan, o'zlarini ovqatlarini yeb, sekin dam olishga yotadilar. O'shanda bilganman. Onam ham masalan ovqat qilib qo'y, biror narsa tayyorlab qo'y, borishimizga charchab boramiz deganlarini bilganman. Ota-onamga og'irlik tushayotganligini. Ungacha eshitmaganmiz, charchab keldim ishdan deganini. Eshitganman, lekin bayt unchalik hayolimga kelmagan. Ota-onam nima charchabdi. Yana bir realniy voqeani eslab ko'ring-da, bir og'ir mana sinov kelgan voqea bo'lganmiki, o'shani yuki sizga ham bilingan. Faqat ota-onangizga emas-da, sizga ham bilingan o'shani yuki. Toshkent kemasimiz oldin. Yosh bo'lganman. Yosh bo'lganlarda u juda ham og'ir bilingan u. Qishloqqa uyimizga o'zimizni masalan dadamni ota uylaridan o'zimizni qishloqdagi uyimizga ko'chib kelishimizda uyimizda derazalar bo'lgan, lekin unchalik mustahkam bo'lmagan. Sovib bemalol o'tadigan bo'lgan. Yaxshi yopilmay, o'qimay. Pol ham sovuq, yax. Biza o'z ko'rpachani, gilam ustidan ko'rpacha to'shab bir qavat. Onam atalaman 2 qavat ko'rpacha to'shab, men ko'rpa yopardi. O'zlari adyolda bo'lardi. Shunaqa qiynalganman, hozir ham esimda. O'sha qiynalganligim, o'sha yotganimdan sovuqda, nos qolib ketgan kunlarimiz. Nonlar unaqa bo'lmagan, yeyishga ovqat yo'q, biroz murabbo, non, masalan, qatiq, suzma non, choyga ham bo'lmasa, biroz masalan, qaynagan suv, o'shanaqalar qilgan kunlarimiz eng og'ir kun deb o'ylayman. Paytlar necha yosh bo'lgansiz? 9 yosh bo'lganman paytlar. Siz hozir ham ishlab, ham o'qiysiz, to'g'rimi? Maktabga borasiz, maktabdan chiqib repetitorga ham borasiz. Abidgacha bozorda ishlaysiz. Hozir ayrim bolalar bir taraf bo'lib qolganda, ya'ni qaysiki, agar repetitorga borayotgan bolalar bor, ba'zilari umuman ish qilmaydi. Bozorda mayli, uyda ham. Agar uydagilari bir ish buyurib qolsa, "Yo'q, men o'qishim bor, repetitorim bor" deb yotib oladi. Savjoqni ko'rsangiz, o'zi yo'qda ham qoyilayotgan bo'lmaydi aslida, lekin bir taraf bo'lib qoladi. Ba'zi bolalar bor, agar ishlaydigan bo'lsa, umuman o'qishga qaramay qo'yadi. Repetitorga ham bormaydi, maktab darslari ham qolib ketadi, faqat ishga berilgan bo'ladi-da. Siz qanaqa qilib ikkalasini olib ketyapsiz? Tepada
kelishdik. Meni soham bu tadbirkorlik. Mhm. Tadbirkorlik. Men olib ketayotgan masalan bozorda tadbirkorlik kerakli masalan muomala, bir mollarni qanaqa joylashtirish, ular qanchalik sotishi, qancha mol olasiz, necha pul sarflaysiz, necha pul ishlab topasiz, biznesda qanaqa bo'ladi, bir tushum bo'ladi, bir chiqim bo'ladi. O'shani o'rganaman. Ili darslarda masalan ko'proq algebra, masalan algebra, masalan matematika, masalan institutga kirishim uchun, masalan moliya institutiga kirishim uchun. Yo'q, mayli. To'g'ri, o'shaning uchun kerak sizga. Ha. Realni gaplashaylik-da. Shu narsalarga qanaqa qilib ulgurasiz? Qaysi paytda dars qilasiz? Savdoga chiqasiz, charchaysiz. Maktabdan keyin obedgacha, kechki paytgacha maktabda bo'lsangiz, yana charchaysizda. Tushunyapsizmi? Qildardimmi? Qanaqa qilib o'sha darslarni qilib ham repetitorga borib vaqt topasiz? Xo'sh. Bozorga boraman soat 8larda. 8larda bozorga yetib boraman. 12, 12:30gacha ishlayman. Chunki darsim 1:30da. Kelaman. Men kelganimdan keyin o'zimni yuvinib, ovqatlarimni yeb maktabga boraman. Maktabga borganimdan Uyda kim ovqat qilib qo'ygan bo'ladi? ovqat qo'yaman oyim. Chunki oyim ertalabdan obedgacha uyda bo'ladi. Keyin kelganingizdan keyin oyingiz ketadi o'rningizga, ketadi. shunaqami? Maktabdan kelgandan so'ng agar to'garagim bo'lsa, to'garagimga qatnashaman. Masalan 8da uyga kelaman. Uyga kelgandan keyin yuvinib, taranib, masalan oyim erta kelib qo'yadi, chunki qish hozir. Oyim erta kelganlaridan keyin ovqatlar qilib qo'yildi. Ovqatlanib, yuvinib, taranib, darsimga o'tiraman. Darsimga o'tirganimdan keyin birinchi o'rinda yozish, masalan konspekt bo'ladimi, masalan bironta misolni ishlash bo'ladimi, o'shalarni qilib olaman. Ili masalan o'qish, yodlash bo'lsa, yodlayman. Ili mustahkamlash uchun yana agar bozordan keyin vaqt o'tirasam, yana qilaman o'sha vazifani. Qaysi maktabga ketgunchami? Maktabga ketishdan oldin iloji boricha qilib olaman. Masalan o'qiydiganlari bo'lsa, yozadiganlari bo'lsa, emas, yozadiganlarni kechasi qilib olaman. Endi repetitorni gaplashaylik. Repetitordan uyga vazifalarni qaysi paytda tayyorlaysiz? Repetitor darslarimni soat 9dan 9:40, 9:50gacha qilaman. 9:50dan keyin uyqum keldi, uxlab qolaman. Xo'p. Ijtimoiy tarmoqlarni qanchalik kuzatasiz? Telegram, Instagram, YouTube. To'g'ri aytaman. Ularni kuzatish uchun telefonim yo'q. Telefoningiz? Nega telefoningiz yo'q? Shunaqa bir o'zi pul topadigan bolaga telefon bo'lmaydimi? Telefonim bo'lgan sababi ota-onam, dadam telefon ishlatishimga ruxsat berishmaydi. Nega? Chunki adam aytadilar, men ko'p yoshlarni ko'raman, san tenging yoki sandan kichkina, hammasi qo'lida telefon. Avtobusga chiqsa ham telefon qo'lida, yursa ham telefon, ko'chaga chiqsa ham telefon, uyda ham telefon. Mana shunaqa qarab olgan hammasi. Katta joy berish o'rniga foydali narsa qilib hammasi mana shunga tikilib qolgan. Tikilib qolgan deydi. Ili adam ijtimoiy tarmoqlarni kuzatadi, yangiliklar uchun kuzatadi. O'shanda buzuq videolar. Buzuq. Ba'zi ular uchun hate qilish emas, ba'zi vaynerlar, ba'zi blogerlarning buzuq videolari chiqib qoladi. O'shani sizni ko'rishingizni xohlamaydi. Yoshlar ko'rishni xohlaydi dedim. Shuning uchun menga telefon ishlatishga ruxsat berishmaydi. Siz bu narsadan norozi bo'lmaganmisiz? Hozir u qiz bolani ham qo'lida telefon, sizdan yoshi kichkina bo'lsa ham. Qanday qabul qilgansiz bu cheklovni? O'zi ancha mustaqil bo'lib qolgan ekansiz, to'g'rimi? O'z fikringizga ega bo'lib qolgan ekansiz. Qanaqa qilib telefon ishlatmaysan desa, xo'p deb rozi bo'lgansiz. Rozi bo'lganman, chunki o'zim ham bilaman. Yaxlit chiqmaganmi? Yo'q. Hozir o'zingizni noqulay his qilmaysizmi? 21-asrdasiz, to'g'rimi? Boshlang'ich 3-4-sinf bolaning qo'lida telefon. Qanaqa qilib telefoningiz yurishingiz mumkin shunaqa katta yoshda? Sizga ishingizda ham kerak bo'lmaydimi? Yo'q. Molni kim olib kelib beradi sizga? Mol viloyat yoki bironta chekka joylardan yuk mashinasida keladi bozorning o'ziga. Masalan, bozorda savdo eng past bo'ladigan nuqta bu obed. Soat 1dan 3-4gacha savdo sal to'xtaydi, chunki odamlar obedda uyda. Undan keyin sekin yana ko'tariladi. O'shanda men borib, bozorni tarqatadigan joyiga, masalan, agar oyim bo'lsa, oyim bilan birga borib, masalan, oyim ham o'zlari borib ko'rib keladi. Ko'pincha birga borib, molni ko'rib, keyin olib kelamiz. Xo'p, mayli. Telefon
dars qilishingizga kerak bo'lmaydimi? Gruppalar bo'ladi dars Telegramda, qilishimga- repetitorga boraman deyapsiz, IT bo'yicha, to'g'rimi? Ingliz tilidan bo'lsa, ingliz tilidan vazifalar bo'ladi, ustozlar tashlaydi, to'g'rimi? Uni qanaqa bajarasiz? Vazifalarni ko'pincha oyim telefonlaridan ko'rib bajaraman uyda. IT-nichi? ITni o'zimni shaxsiy notebook bor. Notebook orqali bajaraman. Notebook ham masalan nazorat ostida. Shunday telefonga ehtiyoj sezmayapsiz. Yo'q, telefonga ehtiyoj yo'q hozirda. Hayotda o'zingiz sohangiz bo'yichami yoki boshqa qiziqqan yo'nalishingiz bo'yichami o'zingizga ustoz deb bilgan yoki o'sha insonni bir shundan nima deydi, uzoqdan bo'lsa ham ta'lim oladigan, o'rganadigan shunaqa mashhur insoningiz bormi? Bor. Kim? U inson o'zbekistonlik tadbirkor Jahongir Adxodjayev. Jahongir Ortiqxo'jayev. Nima uchun? Chunki u inson nafaqat biznes, balki tarbiya yo'nalishida ham ancha darslari bor. Ba'zi joylarda masalan oyimlar, adamlar ko'rsatadilar shu gaplarni. Gaplari shunaqaki, insonni tarbiyalaydi gaplar. Bitta insonni tushuntirib qo'yadi shu gaplar. Endi tarbiyaviy jihatdan kuzatasizmi, yaxshi ko'rasizmi yoki Yo'q, o'zingiz sohangizga biznes jihatdan yaqin qanaqadir narsalar o'rganganingiz uchunmi? Biznes jihatdan ko'proq kuzataman. Yaxshi ko'raman ko'proq. Biznes jihatdan o'zimga ko'rmaganman, ko'rishmagan bo'lsam ham uzoqdan ustoz sifatida bilaman. Xo'p, Sherzodbek, loyihamizni yutuqli joyi bor. Ya'ni men sizga 5 ta savol beraman. Agar 5 ta savolni hammasiga to'g'ri javob bersangiz, 5 ta savolni hammasiga to'g'ri javob bersangiz, 1 million yutib olasiz. Agar bittasiga to'g'ri javob bersangiz, har biri uchun 200 mingdan yutib olasiz. Tayyormisiz? Xo'p, unda birinchi savol. Muruntov oltin koni qaysi viloyatda joylashgan? A. Samarqand, B. Navoiy, C. Buxoro. Muruntov oltin koni o'zimning fikrim bo'yicha u Navoiyda joylashgan. Bu aniq bilasizmi yoki taxmin qildingizmi? Ba'zi faktlar eshitishlar, ya'ni ba'zi ma'lumotlar bo'yicha Navoiyda joylashgan deb o'ylayman. Javobingiz to'g'ri, Navoiy. Xo'p, ikkinchi savol. Quyidagi ixtirolarni qaysi biri aka-uka raytlarga tegishli? Ya'ni quyidagi ixtirolarning qaysi biri aka-uka raytlarga tegishli? A. Samolyot, B. Televizor, C. Radio. Bu aka-uka raytlarning ixtirosi haqida o'qib qo'yganman. Samolyot. Aka-uka raytlarning ixtirosi. Samolyot? Samolyot. Buni qayerdan bildingiz? Chunki bir maqolada o'qib qo'yganman, aka-uka raytlarning samolyoti. Qaysi maqola? O'zimning kitobimda, bir Navigate degan kitobda aka-uka raytlarning ixtirolari. Ikki aka-ukaning ixtirolari. Ingliz tilida. Ingliz tilida o'qib qo'yganman o'sha. Xo'p, uchinchi savol. Surxondaryo viloyati qaysi davlat bilan chegaradosh? A. Afg'oniston, B. Qirg'iziston, C. Qozog'iston. Surxondaryo viloyati, meni fikrim bo'yicha Surxondaryo viloyati bu Afg'oniston bilan chegaradosh. Afg'oniston? Buni ko'rganmisiz geografiyada? Geografiyada ko'rganman. Javobingiz to'g'ri. Xo'p, to'rtinchi savol. Quruqlikdagi eng katta yirtqich hayvon. A. Fil, B. Karkidon, C. Oq ayiq. Eng katta yirtqich Eng hayvon. katta yirtqich hayvon. Karkidon bo'lishi mumkin. Yirtqich hayvon deganingiz uchun. Karkidon. Yirtqich deganingiz uchun karkidon bo'lishi. Karkidon yirtqichmi? Karkidon yirtqichligi bor. Xo'p, bo'pti. Demak, siz javobingiz Karkidon. Karkidon. To'g'rimi? Yo'q. Karkidon u yirtqich hayvon emas, o'tqir hayvon. Xo'p, bu savolimizning javobi oq ayiq. 5-chi savol. Ham o'rmon, ham daryo nomi. Ya'ni ham o'rmon, ham daryo nomi. A. Niagara, B. Amazon, C. Nil.
ham o'rmon, ham daryo nomi bu Amazon. Amazon. Amazon daryosi, Amazonka o'rmoni, Amazon daryosi. Buni eshitganmiz, o'qiganmiz. Eshitganman. Nilchi. Nil O'rmonmi, daryo? Daryo. Daryosi. Javobingiz to'g'ri, tabriklaymiz. Bo'ldi, Sherzod, karkidonni topa olmadingiz. Noto'g'ri topdingiz, karkidon emas. Demak, umumiy 4 ta savolga to'g'ri javob berdingiz. Demak, 200 mingdan qancha bo'ladi? 8. 800 ming. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Mana 800 ming sizni bugun ishlatayotgan pulingiz. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Azizlar, maktabdagi millioner loyihamizning asosiy maqsadi oddiy oilaning ilmli, hunarli farzandlarini olib chiqish, ularni qo'llab-quvvatlash. Befarq bo'lmang. Allohning birinchi oyatlarini eslang. O'qing yoki o'qiyotganlarga yordam qiling. Mana shunaqangi kichkina qadamlar bilan millatimiz yoshlarini bilim yo'lida birlashtiramiz.